Svitariana gilosdi. Bu bo'lsa ko'chati bo'ladi do'stlar. Langarbobo qishlog'i Namanganda, To'laqo'rg'onda, xudo xolasa Langarbobo qishlog'ida turibmiz. Svitariananing ko'chati bu daraxti bo'ladi. Shu yerda o'zidan olib, shu yerda o'ziga payvand qilingan. Ildizi aynan shu podvoyda, Cheremuxa podvoyda do'stlar. Ko'chatlari sotiladi. Dehqon akamiz nomerini qo'yib qo'yamiz. Xudo xolasa bemalol bog'langlar. O'tib bilan ko'rsatayım mana. Gilosni qarang. Svitariana kalibri yirik o'laydigan gilos mana shu gilos bo'ladi mana. Holatini qarang. 30 da bemalol beraveradi mana. 30 chiqadi mana shu holati. 30 korobkaga o'zlari 100 ming 120 ming so'm uzilyapti. Bu ko'chati juda ham noyob hisoblanadi. Hozirgi kunda yo'q. Ochig'i mana xudo xolasa bu yerda 4000 donadan oshiqroq bor. Zakaz olishni boshlagan dehqon akamiz nomerini qo'yib qo'yamiz. Kelib ko'rib, daraxtini ko'rasizlar, ko'chatini ko'rasizlar. Bemalol aloqaga chiqib xarid qilishlar ham mumkin bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa albatta like bosib qo'yinglar. Ko'chatlarni yutmoqchi bo'lgan do'stlar shoshilamiz. Tamam. Tortilmagan joyi ham bormi yo hamma yoqqa tortilganmi?